1-iyundan yo'l chizig'ini bosgan avtomobillarga jarima yozilmaydi. Xitoyga endi viza shart emas. Endi blogerlar ham soliq to'laydi. Chetdan deport qilingan o'zbeklarga 2 yil davomida zagrant pasport berilmaydi. Mubashshir Ahmad qamoqqa olindi. 60 ming o'qituvchi 12 milliongacha maosh olyapti. Shavkat Mirziyoyev. Joriy yil 15-may kuni prezident raisligida maktab ta'limi bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda so'nggi 7 yilda maktabgacha va maktab ta'limiga ajratilgan mablag' 7 baravarga oshgani, bu yil esa 60 trillion so'm yo'naltirilayotgani aytildi. Yig'ilishda 60 mingdan ortiq o'qituvchi bugungi kunda 8-12 million so'm maosh olayotganini aytdi. Yangi o'quv yilidan boshlab maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari hamda bog'cha mudirlarining ish haqi 7-10 million so'mdan oshishi ham qayd etildi. Shuningdek, bog'cha tarbiyachilarining oyligi 65% ga oshib, maktab o'qituvchilarining maoshiga tenglashganini ma'lum qildi. Sizningcha ustozlarga qancha oylik berish lozim? Izohlarda yozib qoldiring. Yig'ilishda yana bir muhim masala bolalarning xavfsizligi muhokama qilindi. So'nggi vaqtlarda ayniqsa Namanganda o'quvchilarga mashina ijaraga berilishi ommalashayotgani, buning oqibatida har oy o'nlab yoshlar jarohatlanayotgani, hatto o'lim holatlari ham ro'y berayotgani aytildi. Shu sababli prezident bolalarga avtomobil boshqarishga ruxsat bergan ota-onalar va shu kabi shaxslarga nisbatan javobgarlikni kuchaytiruvchi qonun loyihasi tayyorlashni topshirdi. Prezident maktab va bog'chalardagi tizimni favqulodda 90 kunlik rejimda ishlatishni buyurdi. Xitoyga endi viza shart emas. 1-iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz borishlari mumkin bo'ladi. Asosiysi bu safar 30 kundan oshmasligi kerak. Agar 30 kundan ortiq qolish kerak bo'lsa, kirish vizasini oldindan olishlari lozim. Shu bilan birga har qanday 180 kunlik davr ichida fuqarolar Xitoyda jami 90 kungacha vizasiz bo'lishlari mumkin. Biroq bu vizasiz tartib hamma holatlarga taalluqli emas. Masalan, ishlash, o'qish yoki media faoliyati bilan shug'ullanish uchun baribir viza kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bu bitim Xitoyning maxsus hududlari Gonkong va Makaoga nisbatan amal qilmaydi, ya'ni bu joylarga borish uchun alohida viza kerak bo'ladi. Joriy yil 1-iyundan yo'l chizig'ini bosgan avtomobillarga jarima yozilmaydi. Bu bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Unga muvofiq 1-iyundan boshlab avtomobil yo'l chizig'ini bosganlik uchun fotoradar yoki kamera orqali avtomatik jarima yozilmaydi. Ammo stop liniyani, ya'ni 533 belgiga bosish bundan mustasno. Unga jarima saqlanib qoladi. Agar yo'l patrul xizmati xodimi bu holatni joyida ko'rsa, qoidabuzarlik sifatida jarima yoziladi. Shuningdek, 1-iyundan yo'l ta'mirlash ishlari kunduzi emas, faqat kechasi amalga oshiriladi. Shaharlarda avtomobil yo'llarida ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlar soat 7 dan 21:00 gacha amalga oshirilmaydi. Qoida dam olish kunlari va kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlarga taalluqli emas. To'xtash va to'xtab turish taqiqlangan belgilar esa endi asosli o'rnatilganmi yoki yo'qmi to'liq qayta ko'rib chiqiladi. Zarur bo'lmagan joydagilari olib tashlanadi. Agar belgining ostidagi masalan 7 dan 21:00 gacha degan qo'shimcha lavha bo'lsa, demak 21:00 dan 7 gacha to'xtab turish mumkin va qoidabuzarlik hisoblanmaydi. 9-mayga o'quvchilarga Katyushani yodlatgan o'qituvchi ogohlantirildi. Toshkentdagi maktablardan birida 8-may kuni boshlang'ich sinf o'qituvchisi matematika darsi o'rniga xotira va qadrlash kunini nishonlamoqchi bo'lgan. Dars o'rniga o'quvchilarga mashhur sovet qo'shig'i Katyushani yodlatgan. O'z-o'zidan bu ijodiy tashabbus maktab rahbariyatiga yoqmagan. Ular o'qituvchini ogohlantirib, bunday tadbirlarni ruxsatsiz o'tkazish mumkin emasligini bildirgan. Agar yana bu o'zboshimchalik davom etsa, ishdan bo'shatilishi bildirilgan. Tabiiyki, Milliy tiklanish partiyasi rahbari bu masala bee'tibor qoldirmadi. Alisher Qodirov yozib qoldirgan so'zlarga ko'ra, bolalarning ongiga sovet qo'shig'ini singdirish bu oddiy marosim emas, balki milliy ongiga tahdid va imperialistik ramzlarga muhabbat deb baholanishi kerak. Va Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligidan bu masalada izoh so'raldi. Tashqi ishlar vazirligiga Rossotrodnichestvo faoliyatini tahlil qilish haqida so'rov yubormoqchimiz. Nom berib qo'lidan ayrilgan xalqmiz. Yaxshi niyatimiz suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak deya qo'shimcha qilgan Qodirov. Endi blogerlar ham soliq to'laydi. 10 mingdan ortiq obunachisi bor blogerlar, influenserlar endi ma'lum talablarga rioya qilishi shart bo'ladi. Yolg'on yoki haqoratli kontentni tarqatish mumkin emas. Shuningdek, izohlardagi noqonuniy fikrlarni o'chirib borish ham blogerlarning vazifasiga aylanadi. Agar fake ma'lumot tarqatilsa, uni belgilab qo'yish yoki o'chirish shart. Aytgancha, eng asosiysi endi influenserlar o'z daromadlari uchun soliq to'lashlari lozim. Qonun qoidalarini buzgan blogerlarga esa 10 kun ichida kamchiliklarni tuzatish haqida ogohlantirish beriladi. Agar ular ogohlantirishni e'tiborsiz qoldirsa, O'zbekistonda ularning akkaunti 6 oygacha yopib qo'yilishi mumkin. Shuningdek, agar bloger aloqa ma'lumotlarini ko'rsatmasa, uning akkauntida reklama joylashtirishga ham ruxsat berilmaydi. Mazkur qonun loyihasi 2025-yil 27-maygacha muhokamada bo'ladi.
Mubashshir Ahmad qamoqqa olindi. Avval ijtimoiy tarmoqlarda 8-may kuni Mubashshir Ahmad Turkiyada huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlangani, lekin u haqda hech qanday ma'lumot berilmayotgani aytilgandi. 13-may kuni esa Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonot berdi. Asl ismi Alisher Tursunov bo'lgan Mubashshir Ahmad rostdan ham 8-may kuni Turkiyada qo'lga olingan va 10-may kuni O'zbekistonga deportatsiya qilingan. U xalqaro qidiruvda bo'lgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, u asos solgan axborot platformalarida O'zbekiston qonunlariga zid diniy va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatilgan. Shu sababli unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Mubashshir Ahmad hozirda qamoqda saqlanmoqda. Tergov ishlari davom etmoqda. Endi deport qilingan o'zbeklarga 2 yil davomida xorijga chiqish pasporti berilmaydi. 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab chet elda qonunni buzib deportatsiya qilingan yoki majburan O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolarga 2 yil davomida xorijga chiqish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Ya'ni ular bu vaqt ichida boshqa davlatga bora olmaydi. Bu qaror 2025-yil 13-may kuni qabul qilingan. Ushbu fuqarolar haqidagi ma'lumotlar yagona elektron bazada saqlanadi. Bu ma'lumotlar elchixonalar, Ichki ishlar vazirligi va migratsiya agentligi orqali yig'iladi. Lekin ayrim istisno holatlar ham bor. Agar fuqaro chet elga sog'lig'i uchun yoki boshqa juda muhim sabab bilan chiqishi kerak bo'lsa, bu vaziyatni Ichki ishlar vazirligi alohida ko'rib chiqadi va pasport berish-bermaslik bo'yicha qaror qabul qiladi. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi. Kelasi haftada ko'rishguncha